Assalomu alaykum. Men Tojikistondanman. Viloyat klinikasini ishlab kelgandim. Ancha boshqa klinikalarga qaraganda ancha farqi bor. Ovora qilishmaydi, sarson qilishmaydi. Boshqa klinikalarga borib umringizni o'tkazasiz. Ikkita farzandim bor. Arada 9 yil period bo'lgan. Keyin farzandga harakat qilsam, salda miyomem bor, bola bo'lmaydi. Bo'ldi, bir balacham bo'ldi. Nobud bo'ldi. Miyomeni oqibatida balachang nobud bo'ldi deyishdi. Keyin 2 yil umrimni o'sha doktorlarda har xil antibiotik, gormonal ukollar bilan olib, o'zimni ancha oldirib qo'ydim. Keyin yanvar oyida 2025-yil shu Viloyat klinikasini bizga ham shu Tojikistondan kelib o'zlarini qaratishga tavsiya qilishdi. Keyin keldim. 2 oy menga vitamin, antibiotiklar yozmadilar. Faqat vitamin. Vitaminlar bilan davolab 2 oy natijasida tabiiy homiladorlikka erishdim. Barcha kollektivlari, ishchilari, vrachlari hammasi samarali o'z ishlarini bajarishadi. Iloji bo'lsa Viloyat klinikasiga kelib murojaat qilishingiz mumkin. Yaxshi natijalarga erishasiz.